qo'llar ulanar qo'lga, dillar ulanar dilga, safimizga kel do'stim. Unib vatan bog'ida, yayraymiz aradog'ida, go'zal yoshlik chog'ida, safimizga kel do'stim. Sog'inasiz, sog'inasiz bizlarni, bu nozik o'g'il qizlarni biz ham sog'inamiz do'stlarni. Sog'inamiz, sog'inamiz sizlarni. Sog'inasiz, sog'inasiz bizlarni, bu nozik o'g'il qizlarni biz ham sog'inamiz do'stlarni. Sog'inamiz, sog'inamiz sizlarni. Nachili. Bugun mana 2024-yil 17-avgust kursdoshlar uchrashuvi. Avvalambor do'stlarga, Yashang. 40 yildan beri mana oradan 40 yil o'tib juda ko'rishganimiz uchun alhamdulillah. Yashang. Boringizga shukur, hamisha sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Dunyodan nimani istasak shuni topamiz. Zulmat izlaganga zulmat qilgunga, hikmat izlaganga hikmat qilgunga, kimni izlasa topmaydigini hikmat izlaganga. Barakalloh. Yasha. Yashang. To'g'ri ekanmiz bu dunyoda faqat hikmat, yaxshiliklar uchrab yashaymiz. Mana shunday diydorlashish yillar davom etsin. Yaxshiliklarda diydorlashish nasib bo'lsin. Xatorimizdan ko'payaylik, Xatorimizdan xato bo'lmaylik. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat. Amin. Hammamizga hojona bo'lish nasib bo'lsin. Men anoqanday blogerligi bilan tabriklaylik o'rtoqlar. Xayrli bo'lsin. Bloger bo'lib ketsa, ilohim mana shu bizni kursdoshlar ham hammasi shu anoqanday orqasidan faxrlanib